Andijonda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Bugun 28-noyabr kuni Andijon viloyatidagi ko'p qavatli uylarda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Andijon shahri Istiqbol mahallasi Bobur Shoh ko'chasida joylashgan qurilishi tugallanmagan ko'p qavatli binolardan birida yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra 4 ta yong'in qutqaruv ekipajlari soat 00:16 da hodisa joyiga yetib borib, yong'in soat 00:20 da o'rab olingan va soat 00:50 da o'chirilgan. Yong'in oqibatida qurilishi tugallanmagan binoning tom qismi yonib zararlangan. Yong'in sabablari va zarar miqdori aniqlanmoqda. Yong'in natijasida tan jarohat olgan fuqarolar to'g'risida ma'lumotlar kelib tushmagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Zangiotada ishlab chiqarish sexida katta yong'in bo'lganligi to'g'risida ma'lum qilingan edi.